unutma yar. O'zingda to'q qorinni tutmag'indan o'tirib seni meni de yeo. Keyin oshxonada yashni bir qozon ovqat danglatguncha. Ikki qo'shq yeyman, to'yaman. Men o'zi shunaqa ekonomishniy kelinman-da. Bilgan-ku, ayas stakanlar qani? Mana. Voy, meni ovqatim qolib to'laydi, yarim bo'lib qopti. Meniki ham yarim bo'lib qopti. Uy issiq-ku, shunga parlanganmi? Bahorda ovqatimiz yetib parlanib ketsa, yozda ham kasamiz berib ketik endi. Parvardachi mana 6 daqiqada go'shtni somsa bir olib kirib hozir kiraman. Voy bolajonim onasi bilan xolasiga somsa olib ketdi. Voy opa, bu somsalarni skelet qopdi-ku. Bu somsalar hozirgina go'shi bordi-ku. Havo issiq bo'lganiga go'shtlari parlanib ketganmi? Mana chuchman nima edi? Go'sht suvmidi senga parlanib ketadigan. Bo'lmasa mana xomir nima parlanmabdi? Kelin, ketakdagi tuxumlarni olib qo'ying. Hamsoyalar pushak yeb ketmasin yana. Olib kedim ayjon. Voy o'lmasam, opa tuxumlaringiz hammasi teshikmi? To'g'rilar ham sho'stirib ketyapti. Tuxum tug'mayapti, suyib tashlamasin deb yolg'ondan tuxummas, tuxum po'chani tug'ib beryapti deyman. Yo, issiqda qolgan bo'lsa parlanib ketganmi? Aka tug'ilgan kunimga yarimta to'rtta olib keldingizmi? Ajrashib ketyapti. Bozordan butun olib keldim-ku. U ham issiqqa parlangandir-da. Bor ovqatingga qara, sirqov. Bo'pti, urishavermang. Beti tortma mana udi. Ana, ishladimmi? Ovqat parlandi deb hamma ovqat oshqozoniga parlanayotgan ekanda, so'man. Hamon oldi ishga uyalaman-da. Baloni yebsan, sen shunday shumkatdaksan, hamma bilan yesang, il qatori yeysan, alohida yesang, sarasini yeysan. Sen o'g'ri pishakchasan. Miau! Men sizga yana bir marta aytyapman, men o'g'ri pishak emasman. Rost o'g'ri tomoqchiman.